Amerika universitetlariga qanday o'qishga kirsa bo'ladi va buni ketma-ketlik qanday? Videoni oxirigacha ko'ring va do'stlaringizga ham ulashib qo'ying do'stlar. Ko'pchilik bu jarayonni juda qiyin deb o'ylaydi va boylar uchun deb ham o'ylaydi, lekin bunday emas. Amerika universitetlariga kirish qiyin emas va ko'p hujjat talab qilinmaydi. Birinchi qadam bu yo'nalish tanlash bo'ladi. Bunda juda ham e'tiborli bo'lishimiz kerak, chunki bu viza olishga ham katta rol o'ynaydi. Sizning yo'nalish tanlaganingiz. Misol uchun, ko'plab studentlar business management yoki IT tanlashi mumkin, lekin hozirgi paytda O'zbekistonda IT ham rivojlanib kelmoqda va business managementni O'zbekistonda o'rgansangiz ham bo'ladi. Shuning uchun siz tanlashingiz kerak bo'lib turgan major bu sabablarga ko'ra bo'lishi kerak. Misol uchun, O'zbekistonda qaysi majorga talab katta bo'lsa, o'shani tanlang va qaysi sohada muammolar ko'p bo'lsa, o'shani tanlaganingiz yaxshi. Keyingi qadam esa bu Amerika universitetlari uchun hujjat yig'ish bo'ladi va hujjatlarga kiradigan narsa 5 turga bo'linadi. Bular nima? Birinchisi maktabdan olgan attestatingiz yoki universitetdan olgan diplomingiz va agar maktabdan qo'shimcha sertifikatlar yutgan bo'lsangiz, bemalol ularda ko'rsatishingiz shart bo'ladi, chunki grantga juda ham effektivli narsa bu. Va uchinchisi moliyaviy hujjatlar bo'ladi va to'rtinchisi bu GPA'ngiz, maktab bahongiz juda katta rol o'ynaydi va beshinchisi bu motivatsion xat, universitetga yozadigan motivatsion xatingiz bo'ladi. Chunki eng muhim narsa bu motivatsion xat. Chunki motivatsion xatingizda siz ko'rsatasiz, nega aynan Amerikada o'qimoqchisiz, nega aynan shu universitetni tanladingiz va nega boshqa davlatda o'qimoqchi emassiz va nega bu sohani tanladingiz degan savollarga javob berasiz u essayda. Shu essayingiz katta scholarship olishga ham juda katta yordam beradi. Uchinchi qadam bu pul masalasi bo'ladi. Ko'plab odamlar qiziqadigan va to'xtatib qo'yadigan qismi. Bilasizlar, Amerika universitetlari juda ham o'qish qimmat, to'g'risini aytadigan bo'lsak, lekin bu universitetlar juda ham ko'p universitetlar international scholarshiplar beradi xalqaro studentlar uchun. Amerika universitetlari xalqaro talabalar uchun grantlar ajratiladi, stipendiyalar ajratadi. Har bir universitet va bu siyosati har bir universitetda boshqacha bo'ladi. Scholarship olgani, motivatsion xatingiz, motivatsion xatdan tashqari extracurricular activity'laringiz, misol uchun maktabdan tashqari nimalar qilgansiz yoki universitetdan tashqari qilgan startuplaringiz, o'shalar yordam beradi. Studentlar yiliga 20 ming, 30 ming va 40 ming dollargacha scholarship olish mumkin va bular 4 yilga beriladi. 4 yil umumiy hisoblanganda 120 mingdan 160 ming dollargacha scholarship bo'ladi. Final part bu o'qishga topshirdingiz va o'qishdan qachon xat olasiz? Kamida bir haftada keladi. Agar kelmasa, admission office'ga email yozishingiz kerak bo'ladi. Men shu topshirdim, lekin hali ham kutyapman javobini. Iltimos tezlashtirib bera olasizlarmi degan xat yozsanglar bo'ladi. Va ular sizga acceptance letter tashlaydi. Men bunaqa kelgan I-20 men bunaqa bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. Final process bu embassy bo'ladi. Elchixonaga kirish, joy olish bo'ladi. Elchixonaga qanday hujjatlar olib kirasiz? I-20'ingiz, acceptance letterlaringiz, qaysi universitetda topshirganlaringiz va undan tashqari bank statement olib kiriladi. Bank statement va DS-160. DS-160 haqida videomiz keyingi video bo'ladi. Juda ham gapga ehtiyot bo'ling. Intervyuga kirganingizda DS-160 dagi javobingizga sizga real hayotda beryapti javobingiz to'g'ri kelishi kerak. Xo'sh do'stlar, shulardan so'ng bemalol intervyuga kirib, agar peshanangiz yozgan bo'lsa deydimi, biz andijonliklarda agar yaxshi tayyorlangan, yaxshi javob berib, aniq javob berib, officerda ishontira olsangiz, bemalol approve olasiz, 100 talik approve olasiz. Agar grantingiz bilan yaxshi hujjatlar olib kirgan bo'lsangiz, u yerda eng ko'p o'ynaydigan narsa sizning xulqingiz bo'ladi va javoblaringiz bo'ladi, chunki siz officerga ishontirib berishingiz kerak bo'ladi. Amerika universitetlariga kirish unchalik qiyin emas va hozirda ko'plab studentlar agentlar bilan ishlaydi. Agentlar ham juda katta yordam berishadi. Meni fikrim, ko'p universitetga agentlar kerak emas, lekin agar yordam kerak bo'lsa, har doimgidek Upnext siz bilan bemalol hozirda Upnext studentlari Amerikalarda yaxshi universitetlarda o'qib kelishmoqda. Bundan tashqari ularda achievementlari yo'q. IELTS'siz, SAT'siz 120 ming dollarlik grant olib Amerika universitetlarida o'qib kelishmoqda. Agar kommentga qiziqarli savollaringiz bo'lsa yozib ketinglar, keyingi videoda ham ko'rib chiqamiz do'stlar. Va bu videoda like va komment yozish esdan chiqmasin do'stlar. We are up next, you're gonna be next guys.